Hürmetli karındaş ve vatandaş, karındaş okşaş, vatandaş, karındaş. Leksiyemizi davamlaştırmıyoruz. Bugün çislağa 2021 yıl 7. ayının 19. günü haftiga Düşenbe. Mavzumunda juqumluq virus manbini tekshirishda nimalar bayqaldi? Prezident Joe Biden hukumatining nishoni buraldi. Mavzuda xabar 7. ayının 16. günü Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Juqumluq virus butun dunyoga ofat paydo qildi. Gerçi dastlabki tibbiy olimlar juqumluq virus tabiatdan kelgan deydigan ko'z qarashlarga moyil bo'lsa-mu, lekin yaqindan beri ko'z qarashlar asta o'zgarishga boshladi. Ko'z qarashlar ikkinchi bir xil ko'z qarashga tikilishga boshladi. Ya'ni bu ko'z qarashlar juqumluq virus tajribaxonadan chiqib ketdi deydigan qarashlarga markazlashdi. Növbətdə prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden hukumatining amaldorlari bu masalaga jiddiy qarashga boshladi. CNN xabar qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumatining amaldorlari bugun mundaq hisobladi. Tajribaxonadan chiqib ketdi degan so'zga juqumluq virus tabiatdan kelgan degan so'zga ishongandak ishonish kerak. Bundaq o'zgarish Amerikada Demokratlar partiyasi uchun aytganda intayin zo'r o'zgarishdir. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Xabarda kishilarning oshkorlashicha istixborot sohasidagi yuqori darajalik amaldorlarmi juqumluq virus tajribaxonadan chiqib ketgan degan so'zga astoydil muomala qilishga boshladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Juqumluq virusning manbini tekshirish Amerika Jungo munosabatini texmi keskinlashtiryapti. Aqsaray diplomatik yo'llar orqali Jungoga o'zliksiz besim ishlatib, dastlabki chog'dagi paketlarni xalqaro tekshiruvchilarga topshirib berishdi. Talab qildi. Jungoning shu paketlarni xalqaro tekshiruvchilarga topshirib berishini talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 5. ayning 26. kuni buyruq tushirib, istixborot organlarining barliq kuchni ishga solib, 90 kun ichida juqumluq virusning kelish manbini tekshirib, yuqoriga doklad qilishini talab qildi. Ko'tarolmasang, sangalatib ol degandek, Dunyo sayyoh tashkilotining kotibi Tedros yaqinda mundaq ko'rsatdi. Jungoning paketlar bilan ta'minlashini ochiq oshkora bo'lishini talab qilib, oz uchraydigan bir ahvolda sayyoh tashkiloti tekshiruvchilar guruhining juqumluq virusning tajribaxonadan chiqib ketganligini inkor qilishi texabaldirlik qiladi dedi. Sayyoh nazoratining daftarida juqumluq virus tabiatdan kelgan deyilgan. Endi hozir nima deydi? Kotib Tedros, Dunyo sayyoh tashkilotining kotibi Tedros deydiki, juqumluq virus ishxonadan, tajribaxonadan chiqib ketdi degan so'zni inkor qilishga oldirib ketmang. Bu taxabaldir. Demak, Dunyo sayyoh tashkilotining ko'z qarashimi o'zgardi deganga.